idi, Saat idi ve ne zaman izmen irdi ul mehlika ve kerem ol lütfu pen irdi yan irdi anam Peykeri canım beden irdi Ötken gece men irdim o Ulsin muten irdi Yan irdi anam Peykeri canım beden irdi Ötken gece men irdim o Ulsin muten irdi Gülşen türde meskenimiz bir çemen irdi Men sağırga kilgelim ayı Vesayet edin buldum benim şenime nazım Bülbül idi uykuda dağı gül idi kapıl Gülbün arana o iki kişiye sığışamazım Bülbül bilen ikimize güldük ve tenirdik Bizni kılıp serapraz Peydar pey sünmedin eyle balizaz Lali bir ban can alban çeşmimsin saz Meseyledik yah naz ya erbede ağaz Lali bir man canal bal çeşmimsin saz Meseyledik yah naz ya erbede ağaz Köksüm kebi çay kolganana pirehen irdi
işkeç bulup Pravze pes Lalim meydan işkeç bulup Pravze pes Ben dağı yüzümü kalpa İğe koyubez Gülber güzek birikden Magar çötken irdi İçireyman zehir yutup kan Yüz katram hayatiden olup rendiyeceğim Nasıl akşamda sürdü nişati kebi devran Nasıl akşamda sürdü nişati kebi devran Hacrimdin navayını yer öldürsene erman
شاكي مراد أنا أبو Hacı Hasan يردي Gülber güzel kiprikten meğer çiğetken irdi Hussavet idi Hussavet idi Hussavet idi Hussavet idi Hussavet idi Rahmat, rahmat alkışlagan kullarınız hiç kaçan dert görmesin deymiz. Bugün judayam ajoyib davra bo'layapti. Haqiqiy shinavandalar yig'ilganmi deyman bugün. Kelinglar endi o'zimiz ham bugün juda kayfiyatimiz yaxshi. Davrayimiz ham shunga loyiq juda ajoyib fayzli davra bo'layapti. Sog' bo'lasizlar Xudoyim. Hammangizni xonadoningizda mana shunday chiroyli fayzli to'ylar bo'laversin. Kelinglar endi dam klassik mumtoz qo'shiqlar, dam sho'x qo'shiqlar. Yuragida o'ti borlarni davraga chorlasak-da, sho'x qo'shiqlarga navbatni bersak. Marhaba.
feyze Leblebi öncürlebi Murçeler nazik debi Yüzünde yüz mü yaşız Divanedir melkebi Leblebi öncürlebi Murçeler nazik debi Yüzünde yüz mü yaşız Divanedir melkebi Senedir pürkep koygandin Levlerine ese sürkep koygandin Mazalı senedir pürkep koygandin Levlerine ese sürkep koygandin Baktı saadetin sana varlığın Vafa bile sadakat yarlığın Baktı saadetin sana varlığın Vafa bile sadakat yarlığın Şehrinde bahas yıknalığın Şehrinde bahas yıknalığın Mazalı senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Mazalı senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Amazalı senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Amazalı senedir Türkiye kurgandin Evlerin gelse sürke kurgandin Okşatamam yüzünü, çarasara okşatamam yüzünü. Almalara okşatamam yüzünü, çarasara okşatamam yüzünü. Yanım evlerini akıp kızıl gilas, havasara okşatamam sözünü. Yanım evlerini akıp kızıl gilas, havasara okşatamam sözünü. Yoktur beni özge yar bilen işim, özündür sen beni tilla kişmişim. Yoktur beni özge yar bilen işim, özündür sen beni tilla kişmişim. Yoktur yeryüzünde üstün kıyası, yaralar içine senin karşıyası. Yoktur yeryüzünde
meni o'zga yor bilan yashir o'zing tursan meni tilla kishmishim yo'qdir meni o'zga yor bilan yashir o'zing tursan meni tilla kishmishim Başka yar bilen eşim Özün dursan bana tırlaşmışım Günüm olan ana arım sen Cenneti endirim şahsı varım sen Günüm olan ana arım sen Cenneti endirim şahsı varım sen Buradan aldım sen de varım sana Cevap vermezsen gerekli yarım sen Buradan aldım sen de varım sana Cevap vermezsen gerekli yarım sen Aşırken budur için fermayışım Özündür sen bana tırlaşmışım Yoktur bana özge yar bilen eşim Özündür sen bana tırlaşmışım Yoktur bana özge yar bilen eşim Özündür sen bana tırlaşmışım Yoktur bana özge yar bilen eşim İlahi bilmeysen nazlanıp durmaysan Bilmesen müşkünlü ömründe gülmeysen Bilmesen mi sevgimli ömründe gülmeysen Ala gözü boy 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 Kara gözü boy boy Ala gözü gel bana Kara gözü gel bana Ala gözü boy 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 Kara gözü boy boy Ala gözü gel bana Kara gözü gel bana Ala gözü gel bana Kara gözü gel bana Ala gözü gel bana Kara gözü gel bana Katag'on rahmat. Oqshomni mezbon ijodkor ustoz Og'abek Sobirovga tashakkurlar izhor qilamiz. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin. San'at sevar muxlislarni xalqimiz baxtiga omon bo'ling. Rahmat yana bir bora go'zal ijrolar uchun. Sog' bo'ling. Albatta davramizni to'ldirib, har bitta kuy, har bitta navo, har bitta qo'shiq, har bitta qilingan ijroga o'zlarini monand ijobiy ta'sirotlari bilan oqshomni fayziga o'zgacha bir go'zallik ulashib o'tirgan har bir insonga rahmat. Bugun mana shu to'yxonada, Murodxona chillaxonada ishtirok qilib, kechamizni aziz va hurmatli mehmoniga aylanib, stollarimiz atrofini nurga, fayzga, ko'rkka to'ldirib, mana shunday go'zal dasturxonlarni, muhtasham koshonani, keng davrani tomosha qilib, ko'nglidan ezgu niyatlarni o'tkazayotgan bizga ham mana shunaqa to'ylar qilmoqlik nasib qilsin, o'g'illar uylantirmoqlik, qizlarimizni turmushga chiqarmoqlik, beshik to'ylari, sunnat to'ylari, imorat to'ylari qilmoqlik, topganimizni el bilan, yurt bilan mana shunday keng davralarda baham jihatlikda baham ko'rmoqlik nasib qilsin deb orzu havas qilib o'tirgan hammani ham orzulariga, niyatlariga, istaklariga yetishligini yaratgan Tangri taolodan so'rab qolamiz. Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa elatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. O'nta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'li otashidan yaralgan uchqun. Qizi parilardek chehrasi gulgun, qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek dunyoda. Bolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on. Bir yelkada ketmon, birida iymon. Quyoshga o'xshaydi oftobsimon yashnasin, olam deb yashaydi o'zbek. Bobolari qaysi yigitlardan kam, mamolari xushro'y yuzdan ossa ham. Zurriyotlari, farzandlari bitta uyga bo'lsa jam, to'shak yetmay, to'nin tashlaydi o'zbek. Ehtirom etganga ehromlari bor, kekkayganga bo'yin egmaydi zinhor. Beshigida jajji islomlari bor, tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek. Qiyosini topdingmi aytkil ey do'stim.
Qiyosini topdingmi aytkil Muhammad, o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Yomon she'r yozsang ham, yomon she'r aytsang ham yuzingdan o'pib, kam bo'lma bolam deb yashaydi o'zbek. Ana shunday o'zbegimni ajoyib bir mehmondo'st, mehnatsevar, bag'rikeng, ko'ngli ochiq sulolasida bugun go'zal ayyomlar, haqiqatdan ham go'zal kechalar tahsinga loyiq tarzda o'tkazilmoqda. Ana shunday to'ylar qilmoqlik har birimizga nasib qilsin deymiz va to'y bolamiz sha'niga mana shu dinastiya adresiga bildiriladigan qalb so'zlarini ayni onlarda davramizda hurmatli mehmonlardan qabul qilib olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endi bugun mana shu oilani qutlab, nafaqat mana tumanimizdan, vohamizdan, balki qo'shni viloyatlardan, butun respublikadan mehmonlar tashrif buyurganlar, avvalosi mana uzoqdan tashrif buyurgan mehmonlardan tabriklarni, niyatlarini, istaklarini qabul qilib olsak. Buxoroy Sharifdan birinchi mehmonimiz, hurmatli tadbirkorimiz Otabek og'a birinchi tabrik so'zlarini bildirib, mana to'y bolamizni bugungi go'zal kunlar bilan, mana hoji otalarimizni bugungi oiladagi farzandlarini baxt ayyomlari bilan muborakbod qilib qo'yadilar. Otabek og'a, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi to'ylar, qadrdonlar oilasidagi baxt kunlari muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Avvalambor so'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu ukamni shuncha yildan boza birgalikka aka-uka bo'lib biz bir kirganmiz. Mana shu Muhammadjon o'ssin, ulg'aysin, 100 yoshga kirsin. Hoji bobomni, hoji bibimni boshlariga sog' bo'lsin, ukamni, kelinoyimni boshiga sog' bo'lsin. Hamma vaqt sog'lik, salomatlik, 100 yoshga kirsin. 100 yoshga kirsin. Siz ham 100 yoshga kiring. Rahmat, salomat. Boboyimizga kirsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Otabek og'a rahmat. Bosib kelgan har bir qadamingizga gul bitsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, shu yerda mana oshpazlarimiz chiroyli taklif bildirishyapti. Hali navbatdagi taomlar bor. Shuning uchun to'yni oxirigacha birga bo'lishingizni so'rashmoqda. Mana shu dasturxonlar, oshpazlar hammasi sizning xizmatingizda bo'ladi bugun. Demak, davom qilamiz. Mana buxorolik mehmonlardan kelgan Samarqanddan, Urgutdan hurmatli Ahmad aka davramizda ekanlar. Ahmad akamizni hurmatli ehtiromiyle navbatdagi tabrik so'zlari uchun taklif qilsak, ularning ham bir qalb qo'ridagi samimiyat ila yo'g'rilgan tabrik so'zlarini ayni onlarda qabul qilib olsak. Urgutdan Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Marhamat. Akajon, hamma vaqt mana shunaqa yaxshi kunlarga o'tiraylik. Nasib bo'lsa shu Muhammadjonni nikoh to'ylariga ham kelib mana shunaqa o'tiraylik. Doimo sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli, juda ham samimiyat bilan bildirilayotgan bir-biridan go'zal, bir-biridan samimiy tabrik so'zlari uchun mana ilk niyatlarini bildirayotgan mehmonlarimizga tashakkurlarimizni izhor qilib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga sog'lik so'ray Xudodan, yaratgan asrasin balo qazodan, qo'lingiz tushmasin aslo duodan, hayotingiz mudom nurlarga to'lsin. Mana shunday to'y, baxtli oqshomlar sizga-da, bizga-da, barchamizga-da, har birimizga-da muborak bo'lsin deymiz. Ko'z tegmasin azizlarim, davramizni avvali juda ham chiroyli boshlandi. Niyat qilamizki, mana shunday yo'sinda, mana shunday kayfiyatda davom qilishligini va albatta umuman olganda azizlarim, osmonimizni musaffoligiga ko'z tegmasin, yurtimizni tinch, farovon, totuvligiga ko'z tegmasin, hosillarimizni, xirmonlarimizni mo'likulligiga, dasturxonlarimizni mana shunday to'kin, sochin, bekam ko'zligiga ko'z tegmasin. To'ylarimizga ko'z tegmasin azizlarim. To'ylar to'yga ulansin, to'ylar davomiy bo'lsin. Zero o'zbek xalqi to'y qilsam, farzandimning baxtli va kamolli kunlarini ko'rsam deya yelada yuguradi, mehnat qiladi. Ana shuning uchun ham ana shunday to'ylarni fayzi bo'lakcha. Endi mana birinchilardan bo'lib Buxorolik mehmonlardan, keyin Samarqandlik mehmonlardan tabrik so'zlarini qabul qildik. Endi Vodiydan, Qo'qondan hurmatli Iqboljon aka davramizdalar. Iqboljon aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi go'zal kunlar muborak bo'lsin deymiz. Hurmat ehtiromiyle
tabrik so'zlarini Iqboljon akamizdan qabul qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Fayzli dargohga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammalar kelganligidan xursandmiz. Shu og'ani hurmat qilib, shunchalik kelganligidan bayog'atda xursandmiz. Shu og'ani shunday qadrli insonni, shunday bizni oddiy inson bo'lsak ham hurmat qilib shunchalik taklif qilganlaridan o'zi biz juda ham xursand bo'ldik. Shuning uchun og'aga kattakon rahmat aytamiz. Ilohim eng yomon kunlari shunday bo'lsin. Farzandlari ilohim kelajakda eliga, yurtiga, diniga foydasi tegadigan bir aqlli, xushli, qori, muattar, olim yigitlardan bo'lishligini Alloh nasibador aylasin. Og'ani umrlariga, raslariga Allohim o'zi fayzi baraka bersin. Xonadonlarida eng yomon kun har doim mana shunday bo'lishligini tilaydoshimiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Fayzli to'yxonaga yig'ilganlar, azizlar. Bu yoshiga o'ta baxtli inson bo'lishini tilaymiz. Umrbek, o'zingizga yo'ldosh bo'lsang iloyim. Omadini bersin, baxtini bersin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hammalar xush kelibsizlar. Avvalo Umrbek aka, Allohim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin aka. Allohim ballarni vaqtiga sog' bo'ling aka. Allohim Muhammadjon ham kelajakda Allohim qori yigit bo'lsinlar, ota-onalar xizmatlarini qiladigan yigit bo'lsinlar. Allohim sog' bo'ling aka, rahmat. Salomat bo'linglar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Juda ham go'zal. Juda ham go'zal, juda ham samimiy tabrik so'zlari uchun. Endi tabrik so'zlarini yakunlab qo'yadilar. Mana Sadir aka shu yerda ekanlar. Hurmatli ehtirominglar. Barcha mehmonlar nomidan yakuniy tabrik so'zi, final tabrik so'zini o'zlari bildirib qo'yadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Rahmat so'z berganlaringiz uchun Umro'ga bunaqa to'ylarni ko'pini qiling. Xo'sh, Muhammadjon baxt to'ylariga mana shuna o'tirib, xursandchilik qilib ko'taray. Rahmat. Juda ham go'zal, juda ham samimiy tabrik so'zlarini qabul qilib oldik. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bildirilgan har bitta niyat, har bitta istak dargohida ijobat bo'lsin. Rahmat qarsaklar uchun. Umringiz bahori gullarga to'lsin. Hayotingiz mudom mazmunli bo'lsin. Ammo bahor kabi qisqa bo'lmasin, bahor yashamoqni sizdan o'rgansin. Hammaga rahmat. Endi juda ham ko'p talab istaklarga binoan, deyarli butun to'yxonamiz iltimosiga binoan ustoz sahna markaziga taklif qilinmoqdalar. Bugungi chiroyli kechamizni mezbon ijodkori, elimizni, yurtimizni, xalqimizni faxrli san'atkori, O'zbekiston xalq artisti ustoz Og'abek Sobirovni yana bir bora tinglash imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz azizlar. Marhamat. Ras, aziz do'stlar, xonadon sohiblari, sohibalarini talablariga binoan hozir ikkita ashula aytib beramiz. Ana undan keyin yana sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan chiroyli fayzli davramizni olamga teng bo'lar. Onamga teng bo'lolmas. Mening uchun hech buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Jonla jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Jonla jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, onamga teng bo'la olmas. Do'st yoru olay
Hatta iki kara gözüm başımda iş düşken günüm Anam yetim ola olmaz Başımda iş düşken günüm Anam yetim ola olmaz Alem yetim ola lekin Alem yetim ola lekin Alem yetim ola lekin Anam yetim ola olmaz Alem yetim ola lekin Alem yetim ola lekin Alem yetim ola lekin Anam yetim ola olmaz Hatta farzand boshga tojlar Onam yetim bo'la olmaz Hatta farzand boshga tojlar Onam yetim bo'la olmaz Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Onam yetim bo'la olmaz Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Onam yetim bo'la olmaz Farzandim yanım avunga Yutuqlarimdan suyunga Farzandim yanım avunga Tashvishim ko'rsa o'rtanga Onam yetim bo'la olmaz Tashvishim ko'rsa o'rtanga Onam yetim bo'la olmaz Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Onam yetim bo'la olmaz Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Olam yetim bo'lar lekin Onam yetim bo'la